5 hafta. Shuning uchun e'tibor ketdik. Nostabil stenokardiya ilk bor paydo bo'lgan stenokardiya qachon diagnoz qo'yamiz? Bemorda klinikasi xuddi stabil zo'riqli stenokardiyasi kabi bo'ladi. Klinika xuddi stabil zo'riqli stenokardiyasi. Ushbu kasallikda faqat simptom boshlanganiga hali 1 oy yoki 4 hafta bo'lmagan bo'ladi. Ushbu kasallikda ilk bor paydo bo'lgan stenokardiya turiga kasallik belgilari boshlanganiga hali 4 hafta bo'lmagan bo'ladi. Bo'lishi mumkin 2 hafta, bo'lishi mumkin 3 hafta. Tak, bemor kelyapti, doktor yurgan payt, birvasida og'riq paydo bo'lyapti. Xo'p, necha kundan beri? Doktor 1 hafta bo'ldi, 3 kun bo'ldi, 2 hafta bo'ldi. Mana bu holat qisqa muddatda anamnez bizga stabil zo'riqli stenokardiyasi emas, nostabilning ilk bor paydo bo'lgan stenokardiya turiga bog'laymiz. Nimaga bizda klinika xuddi stabil zo'riqli stenokardiya, bemor zo'riqdan paytda klinika bo'lyapti. Faqat farqi muddatga, kasallik boshlangan har 1 oy bo'lmabdi yoki 4 haftadan oshmagan. Bunday vaziyatda nima uchun nostabil deyishsa, bemorda kasallikning oqibati noma'lum. Chunki ilk bor paydo bo'lgan stenokardiyada bemorlarimizda xavf yuqori o'lim xavfi, xavf yuqori miyakar infarkt xavfi. Nima uchun? Bemor bilmaydi kasallik haqida. Nima yeyish mumkin, nima ichish mumkin, qanaqa davosh kerak uni bilmaydi. Shuning uchun bunaqa bemorlar ilk bor paydo bo'lgan stenokardiyalarda o'sha 1 oy ichida kasallik haqida ma'lumotga bo'lmaganligi va kasallikning oqibati noma'lum bo'lganligi uchun bemor albatta yotqizilishi shart. Bemor shifoxonaga statsionar sharoitda yotqizilishi shart hisoblanadi. Konsultatsiya qilinadi. Chunki kasallik ma'lum bo'lmaydi, dori o'z vaqtida ichmaydi, infarktga, turli xil aritmiyalarga va to'satdan o'limga sabab bo'lishi mumkin. Demak, umid qilasiz. Demak, 4 hafta ichida. Xo'p, doktor Dilshodbek, bemorga doktorlar qarashida og'rig'i bor, chakra tarqayapti, og'riq kasal paydo bo'ldi. 1000 metrdan ko'rsam og'riq paydo bo'lyapti. Kasallik paydo bo'lganiga 5 kun bo'ldi. Diagnoz qo'ying. Nostabil stenokardiya ilk bor paydo bo'lgan stenokardiya. Chunki hali endiga 5 kun bo'ldi. Tak ilk paydo bo'lgan. Nima uchun bemorni dazl yotqizyapsiz bemorni? Nima uchun statsionaga yotqizyapsiz bemorni? Oqibati yuqori va kasallik ma'lum emas uchun ketdik. Ikkinchi turi nima edi aytayotgan edim? Bemor yozgandim. Avj olib boruvchi turi. Yozilgan hammasilar avj olib boruvchi turi. Avj olib borish turi osongina bemorda yaqin 1 oy ichida kasallik zo'rayadi. Yaqin 1 oy ichida kasallik qanchalik zo'raganini his qiladi. Doktor o'tgan hafta, o'tgan oylar men bemalol 500 metr masofani bosib o'ta olardim. Hozir 100 metrga bormasa charchab qolyapman. Qanchalik zo'rayapti kasallik. Doktor, oldin men interaksiya tashlagan paytim to'xtardi. Hozir bitta emas, ikki tashlagandan keyin to'xtayapti, xuruj deyapti. Yoki interaksiya yaxshi ta'sir qilmayapti degan shikoyat aytadi. Demak, bemorda kasallik oldingidan zo'rayib boryapti. Shuning uchun avj olib boruvchi stenokardiya deymiz. Misol uchun unaqa bemorlarimiz bor. O'tgan hafta bemor o'sha ish, 10 kilogram har hafta bemor ishlayapti, 10 kilogram yukni bir joyga tashyapti. Og'riq yo'q edi. Hozir endi og'riq paydo bo'ldi. Kasallik zo'rayapti. Ana shu yerda kasallik funksiyasini o'sha yaqin hafta yoki yaqin oy ichida 3 dan 4 dan 3 ga, 3 dan 2 ga, 2 dan 1 ga, uzr, adashdim. 1 dan 2 ga zo'rayib boryapti. 2 dan 3 ga, 3 dan 4 ga o'tayotgan bo'lsa, kasallik zo'rayib borayotgan bo'lsa, avj olib boruvchi stenokardiya. Demak, kasallik avj olyapti. Kasallik oqibati noma'lum. Kasallik xavfli, kasalni yotqizish shart. Bizda shuning uchun kasallik kundan kun og'irlashib borganligi, kasallikning jismoniy zo'riqishga chidamligi pasayib borayotganligi, nitroglitserinning effektivligi susayib borayotganligi kasallik uchun xos belgi hisoblanadi. Nitroglitserin ta'sir susayib boradi, jismoniy zo'riqish chidamlik pasayib boraveradi. Shundaylar. Demak, bemorlar oqibati yomon, nechta foiz bemorda borib infarkt ketish ehtimoli bor. 30% bemorda infarkt o'tkazish ehtimoli bor. Shuning uchun yaxshilab lechena qilinglar. Nimaga deyapti? Chunki mana bilyashka tezlikda shakllanyapti, bilyashka tez o'syapti. Tezroq statin, tezroq antiagregan, tezroq antikoagulant qilish kerak bemorlar. Mana bu bilyashka tez o'sib boryapti degan ma'no kelib chiqadi sizlarga. Konkretda. Yoki ko'pgina tomirlar zararlanganligi haqida o'ylashingiz mumkin.
Bu avj olib boruvchi. 3-tur doktorlar konkretni eng qiziq turi. Vazospastik. Tekniknomizlar prismental stenokardiya. Vazospastik. 3-turi vazospastik. Yozinglarmi? Prismetal. Yana turi bor. Vazospastik, prismetal yana turi bor. Biz mana shunday olamiz. Vazospastik prismetal turi bor. Bemorlarimizda bu turda aterosklerozda ahamiyati kamroq. Mana bilyashka bor, lekin u kasal chaqirmaydi. Bilyashka emas, bu asl narsa endotelin disfunksiyasi. Endotelin disfunksiyasi yuqori darajada yaqqol rivojlangan endotelin disfunksiyasi. Endotelin o'zidan endotelin degan moddani ko'p ishlab chiqaryapti va NO prosteklin kabi moddani juda ham kam ishlab chiqarmayapti. Mana endotelin degan modda ko'p ishlab chiqargan hisobga kun davomida yoki haftaga 2-3 marta bemorda stenokardiya xurujlari juda ham kuchli va vahimali og'riqlar bilan davom etadi. Qaranglar, bunda nima bo'lyapti? Hech qanaqa talab oshishi kerak emas, bu yerda talab oshishi kerak emas. Bemorda tinch holatda mana bu qon bitta spazm beradi. Spazm payti yurakka qon bormaydi bemorda. O'sha paytda juda ham kuchli. Xuddi infarktga o'xshaydi. Og'riq mana shu xuddi boshlab kechayapti. O'zidan qachon? Ko'pincha ertalab boshlanadi. Yo'q, ko'pincha 23:00dan keyin, ko'pincha ertalab 5, ertalab 4, ertalab 6 sahar bo'lgan paytlari yuzaga keladi bemor. O'sha ma'lum bir nervus vagus ta'sirlari, qondagi bemorning umumiy holati koronar qon tomir, aynan yirik koronar qon tomiri spazm bo'lib keladi. Qon tomir spazm bo'ldimi? Demak, yurakka o'sha spazm bo'lgan joydan yaxshi qon bormaydi. Yurakda kuchli tranzitor ishemia ketadi. O'sha paytda ishemia ketadi, bemorda juda ham kuchli og'riqlar davomiyligi 25 minutdan 30 minut yoki 20 minut, 25 minutgacha kuchli og'riq paydo bo'ladi. Sovuq ter bosadi. O'zini yomon soladi. O'limdan qo'rqyapti. Mana, aytayapman-ku, bu vazospastik turi xavfli infarktga o'tib ketish ehtimoli yuqori. Shunda bunda ozginagina atrofiyashka bo'lishi mumkin, lekin bu ahamiyatga emas. Bunda eng muhim narsa vazospazm. Endotelin ko'pchilik vazospazm bo'ldi, qon bormaydi. 25 minut, 30 minutgacha og'riq oladi. Xuddi infarkt bo'lyapti. Lekin o'tib ketadi. Nitroglitsid bersangiz ta'sir qilmaydi. Infarkt bo'lyapti ko'pchilik. Nitroglitsid ta'sir qilmaydi, infarkt bo'lishi mumkin. Buni doktorlar ikki xil varianti bor, ikki xil turi bor. Men aytaman, A varianti emas, B varianti. A varianti bu kattalarda, u 50 dan oshariladi. B varianti 50 dan kichiklar bilan ko'pincha. A varianti qachon kimlarda bo'lyapti? Yoshlarda. B varianti eng kichiklar. B varianti yoshroq bo'lgan bemorlar uchraydi. B varianti qachon? Yoshroq bo'lgan bemorlar uchraydi. Xo'p, endi qaranglar, bunda bemorimda A variantda qanaqa bo'ladi? Ya'ni jismoniy zo'riqqan payt ham og'riq bo'ladi. Tinch holatda o'z-o'zidan ham og'riq bo'ladi. Avval qanday? Jismoniy yurgan payti ham, tezroq payti ham og'riq bo'lyapti va jismoniy zo'riqmagan, tinch holatda og'riq bo'lyapti. Konkretni vazospastik. Nima uchun vazospastik? Chunki bemorda tinch holatda o'z-o'zidan birdan qattiq xuruj bo'lib 25 daqiqagacha borishi va ko'pincha bu xurujlar ertalab davriy haftasiga 2-3 marta yuzaga kelishi, demak vazospastik nostabil stenokardiya uchun. Bemorda immunni qaranglar, ertalablari 5 da, kechqurunlari 11:00 dan keyin tunda paydo bo'lyapti. Tinch holatda. O'ylamayapti, aslida o'zidan paydo bo'ladi. Hech narsa xavf bo'lmasa. U yugurmayapti, asab bo'lmayapti, ovqatlanmayapti, o'zidan ertalab paydo bo'lyapti. Ko'pincha sovuq bo'lgan paytda juda tez xuruj qiladi. Sovuq bo'lgan paytda. Nima uchun? Sovuq bo'lgan paytda qon tomirlar, koronar qon tomir spazmga mo'l bo'ladi. Shuning uchun bemorlarimizda sovuq bo'lgan vaziyatda mana bilan xuruj ko'taradi. Va doktorlar hali endi gaplashamiz betbaqda. Bemorlar yoshroq, 45 yoshli, 40 yoshli, 35 yoshli bo'lishi mumkin. Konkretni endotelin disfunksiyasi bor. Konkretni eno kam, endotelin ko'p, lekin aterosklerotik bilyashka deyarli bo'lmaydi. U 100 metrga futbol o'ynasin,
Xo'p, jismoniy zo'riqsin, og'riq ko'tarishni, og'riq xuruj umuman yo'q. Lekin uyga kelib yotgan payt 11larda, ertalab sahar uyqu payti 5larda, 6larda, salqin ertalab 5-6 salqin o'sha paytlari bemorda birdan yotgan paytda og'riq paydo bo'ladi. Ishi qotdi, o'ylanyapti. Yotgan payt birdan og'riq paydo bo'ladi. Og'riq xuruj bo'ladi. Tarqaladi albatta, nafas hissiyoti, o'limdan qo'rquv va sovuq ter bosma kechadi bemorda. Xuddi infarkt deb o'ylaysiz bemorda, lekin davomiyligi 20-25 minut davom etadi. Oddiy stabil zo'r xastalikasidan davomiylik ko'proq 15 minut, bu 25-30 minutgacha borishi mumkin. Demak, yoshlarda jismoniy zo'riqishga chidamlilik bor. A varianti kattalarda esa jismoniy chidamlilik yo'q. Farqi ana shu. Endi siz aytib berasiz, bemor aytayapti, doktor, ertalab turgan paytim 5lab 6 shunaqangi og'riydi. Juda ham ish qilib chidab olmayman, juda kuch og'riydi. Nezarasiz tashlama ta'sir qilmaydi dedi. Og'riq qo'dirish ham ta'sir qilmaydi dedi bemorga. Yana shu ba'zi o'tkazaman dedi. Og'riq tilga ishlaysizmi? Yo'q, kechqurun hech ish qilmay, asab bo'lib qolgan. O'zidan payt, yotgan payt birdan xushtiradi. 20-25 minut og'riq paydo bemor. Og'riq. Da, balkon mavzusi pastda, chunki ko'pchiliklarda jismoniy zo'riqishga chidamlilik bor. Ana shu paytda diagnoz qo'yish kerak. Ikkita metod bor, yozinglar. Holter va sinamalar yozamiz. Diagnoz holter va sinamalar. Diagnoz qo'yishni vaqt aytamiz. Holter va sinama. Holter qanaqa bilasizmi? Ko'rsatamiz rasmni. Portativ 24 soat davomida, 24 soat davomida yurakni ekisini yozib oluvchi apparat holter deyiladi. Как будто 24 soatlik EKG holter deb aytiladi. Bemorga 6 soatgacha ulaysizlar, sumka qilib apparat ulab beradi. 24 soat davomida apparat bemor tanasida yuradi. 24 soat davomida bemor demak yuradi, mashq boradi. 24 soat davomida EKG hammasini to'liq fleshkasi yozib boradi. Bu fleshkani xotirasida demak keyin shifokor bu kunisiga tekshiradi. Qani o'zgarish bormi? Ko'pincha bazospastiya kardiyada xuruj bo'lgan davr qancha muddatda xuruj bo'lgan davr? 25 minut. O'sha 25 minut davomida mana bunday ko'rishdagi esda elevatsiya namoyon bo'ladi. Bu depressiya emas, konkretni 25 minut davomida o'zunaqasiga hammasi elevatsiya. Endi qaranglar. 25 minut xuruj bo'lgandan keyin tramoy hammasi yo'q ekan. Tamam. 25 minutdan keyin esa 25 minutdan keyin joyga qaytib borishni olib kelganlar. Bizlarga mana bu vositasi holter ko'rishi. Demak, holterda ikkita yo'l bor deysiz, tezroq. Bizlarga aytasiz, ST segment ko'tarilgan joyni ko'rsatib deb kompyuter buyruq bersangiz, siz ko'rsatadi. Mana shu ko'rishi. O'sha davomida 20-25 minut, masalan 15 minut, ikkinchi yarim soatgacha ham borishi mumkin. Lekin infarktdan farqi, infarktga hech qachon birdan ko'tarilib xuruj bo'lib aytadi. 6 daqiqadan keyin pastga tushmaydi. Ko'tarib turadi infarktdan. Infarkt farqi bu yerda u tushdimi, u yer xuruj bo'lgandan keyin joyiga sog'lom holatga qaytadi. Shuning uchun bemor shunday tinch holatda, og'riq yo'q paytda, kunduz kuni EKG qiling 100% sog'lom chiqadi. Tip-tiniq, hamma teylar, hamma esti normal turadi. Bu nima bo'lyapti? Xuruj payti esti elevatsiya, xuruj keyin mana normal qaytdi. Mana ko'rdinglar, holterda. Qancha vaqt soatdan 24 soat davomida bo'ladi. Bu taktika. Endi yana taktika bor. O'rgatamizmi? Bu sovuq suv sinamasi. 4 gradus suv orasida. Ha, necha gradus bo'lsa suv? 4 gradus. Ha, 0 gradus emas. Bu muzday yaxta suv bo'lsa qo'lmi? Yaxta suv bo'lsa. Olinglar. 4 gradus issiqlikdagi yoki sovuqlikdagi 4 gradusdagi suv yoki 0 gradus sovuq suv deylik, sovuq suv. Qo'l mana shu yergacha bemor. Lagamendi, latokni nima? 15 minut davomida tursin. Qo'li sovuq tursin. 10 minut tursin, 10 minut tursin. 10 minutdan keyin bemorni 10 daqiqa davomida EKG monitor qilingan. O'sha bemorda o'sha yoki sovuq suvda turgan paytda yoki sovuq suvda olgandan keyin ko'krak qafasida og'riq va EKGda eksta elevatsiya yuzaga keladi. Nima uchun? Men sovuq suvga qo'limni qo'ydim-ku, sovuq ta'sirida
spazmga mo'yin. Birdan spazmlar to'g'ri og'iz bo'ladi, ikkidan shas chiqadi. Bo'ldi, sizda vazifasi sindiriladi. Demak, sovuq suv sinovasi mana shunday o'tkazishimiz kerak. Xo'p, doktoringiz aytgan sovuq suv sinovasi. Nima uchun именно sovuq suvda sizda istifitarilyapti? Qon tomir to'rayapti. Qon tomir to'raygani sovuq suv tomir to'raydi. Shuni so'radim. Yo'q, holda farqi yo'q. Eng zo'ri holda qoladi. Endi ma'lum juda kam yozilgan 1-2% bemorda xuruj paytida 1-2 juda kamdan anatolik ko'ryapman. Eski depressiya bo'lishi mumkin. Anatolik sovuq tushganida, bunda vazifasida eski depressiya bo'ladi. Ha, bo'ladi. Juda ham kam 1-2% bo'ladi. O'shanda eski elevatsiya davri almashimiz uchun o'sha qaysidir davrlarda eski depressiya bo'lib, keyin tugash payti depressiya tugashi mumkin deydi. Bu narsa nimaga desak, u A variant bo'lib, A variantda. A variantda jismoniy zo'riqishga bog'liq og'riq paydo bo'lardi. Shuning uchun ba'zan depressiyani ko'rishingiz ham mumkin. E'tibor berishimiz. Hop, bu vazifasi turadi. Xo'p, vazifasida nek tomirlar spazm. Aynan kichkina tomir emasda, yirik tomirda. Esda qolamiz. Tomir spazm bo'lsa, tomirda qon oqimi kamaysa, estiratsa, qon oqimi yaxshi-yu, yurakni kislorodga bo'lgan talabi oshsa, depressiya yuzaga keladi. Talab oshgan payt depressiya bo'lar ekan. Qon oqimi kamaygan paytda esda elevatsiya bo'lar ekan. Malika Nazarova, bemorimizda infarktdan qanaqa farq qilar ekan bu ko'rinish, infarktdan farqi? Esda elevatsiya bo'lib, yuqori ko'tariladi. Hop, infarktdan qanaqa bo'lishi mumkin? Tak. Bizada doktorlar infarkt bo'lgan paytda, mana bu tushmaydi joyiga. Aynan 20 minut 30 minut tushyapti joyiga, to'g'rimi bunda? Holterda. Infarkt paytida tushmaydi, qotib qoladi. Qo'yish kompleks o'zgarishi mumkin, lekin estrada tushmaydi. Bemorda infarkt og'riq 30 minutdan oshadi. Necha minut oshadi? 30 minut. Bunda 30 minut, yana 5 minut uzoq 30 minutga borishi mumkin. Hop. Doktor Abdulhafizova, aytinglar. A variantdan B variantga qanaqa farq bor ekan? A variant 50 yoshdan katta bemorlarda kuzatiladi. B variant 50 yoshdan kichikroq bemorlarda kuzatiladi. A variantda o'sha bemor tinch holatda turganda ham, o'sha sal yurganda ham og'riq kuzatiladi. 50 yoshdan B variantda esa o'sha bemor o'sha futbol o'ynasa ham jismoniy zo'riqishdan keyin og'riq bo'lmaydi. O'sha og'riq ertalab bo'lishi mumkin yoki kech bo'lishi. Yaxshi. Sizga rahmat. Bu bemorda og'riq qachonlar ko'pincha? Soat nechida? Ertalab. Nechida? Soat 5da bo'lmasa kech bo'lishi. Yaxshi, to'g'ri. Xo'p. Ikkinchi nomi kasallikda? Ikkinchi nomi? Rismetal. Yo'q, spontan. Qayerda o'ylaysiz? Spontan. Spontan birdan degani. Birdan bemorda spontan sinekar deb aytamiz. Birdan o'quvchilar bo'yicha spontan sinekar deb aytamiz. Intraksiyasi qanday? Past qiladi, juda kam ta'sir qilishi mumkin. Juda kam ta'sir qiladi. Xo'p, juda kam ta'sir qiladi. Xo'p, oddiy mana shunday bir dunyo narsada oddiy tushunib beradi. Uchinchi vaqtasi infarktdan keyingi sineklarga bemorlaringizda infarktdan keyingi sineklarga bemorda infarkt o'tkazgandan keyin taxminan 4-8 hafta ichida infarkt o'tkazgandan keyin 4-8 hafta ichida sineklarga xos og'riq xuruji paydo bo'lsa, 4-8 hafta infarkt o'tkazdi, 4-8 hafta ichida sineklarga xos og'riq xuruji paydo bo'lsa, infarktdan keyingi sineklarga bog'lanadi. Va bunda boshqa infarktdan tashqari boshqa qon tomirlarida ham ateroskleroz davom etyapti deb o'ylashingiz mumkin. Tushunaman? Bunda boshqa infarkt bo'lmagan boshqa tomirda ham ateroskleroz ketyapti deb o'ylashingiz mumkin. Qancha hafta ichida? 4 hafta ichida. Xullas, infarkt bo'ldi, yana infarktga olib qo'ydi.
va bunda xavfli yotqizish kerak bemorni realni. Endi yotqizmasak infarkt qaytalanishi mumkin. Uje bu ikkinchi joyda infarkt bemorda ahvol og'irlashtiradi. Shuning uchun yaxshi qilish kerak. Stent qo'yish kerak. Apkeshni qilish kerak. Bilaman nima qilsa ham bemorni yaxshilab olash kerak. Ketdik. Ana endi ketdik. Ikkinchi turi oxirgi turi bu operatsiyadan kesilgan ekan. Endi operatsiya qanaqa bo'ladi? Shuni ko'rib olishga to'g'rimi? Biz qanday narsaga javob beramiz. Stent qo'yib ishlamsizlar? Ko'pincha infarkt bo'lgan paytda stabilizator 3-4 funksiyasida bergan dorilar effekt bermagan paytda ko'pincha shunday paytda dorilar effekt bermagan paytda va avj olib boruvchi turida stent qo'yish yoki operatsion invaziv usullar qo'llaniladi. Shu paytda. Ya'ni avj olib borish turida qo'ysak bo'ladimi? Bo'ladi. Infarktdan keyin qo'ysak bo'ladimi? Bo'ladi. Va bemorlarimizda dori bilan davolayapman, stabilizator qilsak ta'sir qilmayapti dori. Biz ham stent qo'yishga majburmiz. Endi shuni videosini ko'ramiz. Video. Tak, infarkt bo'lishini tushuntiraman. Xo'p, ikki xil turi bor doktorlar. Bu operatsiya ikki xil bor. Это конкретно teri orqali koronar aralashuv. Teri orqali kirib borib koronarshuv. Ya'ni teri kateter kirgizib, men koronaga stent qo'yaman yoki ballonni angioplastika. Ballon bilan tomirni kengaytirish mumkin yoki o'sha stent qo'yish mumkin. Tushunarlimi? O'sha ish qilish mumkin yoki bemorda nima qilish mumkin? O'sha yerda aorta bilan o'sha bloklar bo'lsa, shunt qo'yish mumkin. Hozir hammasini o'rgataman. Ya'ni birinchisi koronar angioplastika. Ya, bilmadim, boshlasizmi? Coronary angioplasty. Ter orqali kirib boradi. Mana yuradi. Ko'rasizmi? Mana chap qanot. Bu nima bu? To'yib qo'ygan doktor, nima qiladi? To'yib qo'yganda ochish kerak. Xo'p, buni bo'lyapti. Buni o'tkazib-ku. Tashlagan qora arteriyalarni yo'lni tashlaydi. Bu nima u? Flashkada. Ko'psiz bo'lib-ku. Shunaqa bo'lyapti. Another state, right state. Akıllar var. İmmünozorlar açıkçası. Hümleler açıkçası. Bizler birinci sakın olanlar ki anasını koyalım. O sen koyduklar. Balon bilan kengaytirib qo'ydim. Hop, endi bu sen anchagida yo'llar. Chunki yo'l ochiq, simptom Pulmonary angioplasty already up to the heart. And this identified rapid inflation here. Any block. At this point, stent qo'ygan paytingizda albatta qora angioplastika qaysi devorda? Necha foiz tosh bo'lishi kerak? Necha foiz tosh bo'lishi kerak? Move the guide wire. Position the tip of the catheter just inside the coronary artery to be treated. Inject the special dye. The dye allows the blood to take X-ray images called angiograms. Stent qo'yib shifokorlar ba'zilari Identified as the arteries fill with the dye. You may feel flushed or slightly nauseated when the dye is injected. Once the blockage is identified, into the artery and advance a balloon-tip catheter over yaxshi. Oson bilaman. Bepul arzon narsa. Lekin u plak kengaytirasiz-ku. Nabodo yo'lib ketsa, ezapak blok, yo'lib ketsa infarkt bo'lish xavf bor-da. Shu ko'p ish qilmaydi, qo'rqib qolish.
Hozir men kengaytirib-ku, bu ezi, mana plakning devorlari, usti qo'llanadi-ku fibrin to'g'ri. Yo'risa u asar bo'ladi. Infrapoy uchun asrlangan joyda infrapoy bo'lish ehtimoli, blok bo'lish ehtimoli bor-da. Shuning uchun hozir ko'rasizlar. Lekin oltlash kerak. Ezyapti. Rapid inflation and deflation of a small balloon pushes the vessel wall out, re-establishing blood flow through the artery. You may face something while this is happening. The same procedure is repeated for each blockage being treated. Afterwards, your doctor will withdraw the deflated balloon and catheter from your arteries. Some patients will receive a coronary stent, which is a small tube made of wire mesh designed to pop open the artery once it has been treated. A collapsed stent is placed over the deflated balloon as it's moved into the stent. When the balloon is inflated, the stent expands and locks into place. After the balloon and catheter are withdrawn, the stent remains behind to hold the artery open permanently. Endi boshqa joyda agar shundan keyin yaxshilab suyultirishga qo'llaydi. Suyultirmasangiz, stent yotmoqda-ku. Stentga o'ziga tromb tiqib qo'yish mumkin. Ilashib qo'yish mumkin. Shuning uchun stent qilganman yaxshilab suyultirish kerak bo'ladi. After your procedure, a pressure bandage will be applied over the femoral artery to be checked periodically for any signs of Coronary angioplasty procedure. Metron bilan 20 dan 40 milliongacha chiqadi. Aynan zo'r turadi. Bilashgan qanaqa? Bilashgan qanaqa? Bu zo'r turadi. Endi bizga zo'r turadi. Yo'lni sekin osh qo'yapti. Osh qo'yapti. Aqrab. Drop qo'yiladi. Drop suradi. Hoppa. Bilashgan qanaqa? Yeyapti. Mana ichki qo'lmaydi o'zini suradi, bilashgan qo'lqiladi. Drop suradi. Bunga qaratilgan zo'r. Yani endi bu qad chiqmoqda, endi bu hali tak endi o'tkazadi, bir yilga yetgan. Shu joyimizni yana to'planib endi shu bilan o'tishadi o. Qanaqa problem qiladi? Bir bo'ladi bizda. Biroq endi agar shu bo'lsa bo'ladi, вообще. Endi o'yinda Trumpga qarshi turadi. Vakuum. Hoppa. Yaxshi ekan. Bir dori yuborsinki, dori ketishadi, bilashadi. Hoppa. Shu dori chiqsa-da, qanaqa bo'ladi? Tasavvur, endi shunaqa ish chiqaryapti. Tasavvur, bu animatsiya qilmoqchilar. Sindirgan buni qilsa bo'ladi. O'sha qilmoqchilar buni. Qachondir так, professorga qaytlaringizda ko'rasizlar, qo'llaydi. Buni ko'rdinglar. Arkashani ko'rasiz, arkashani. Altta qana shunday bor deymizda. Bunday ochiladi. Ularni ochishga. U yaxshi chiqadi. Bu endi 28 dan turadi. 13 dan turadi. Heart bypass surgery begins with an incision in the chest, and the breastbone is cut. Next, a portion of the saphenous vein is inside the leg. Pieces of the large vein Blok bormi? Blok bormi yerda? Blok bor. Agar bu yoq qon ketish kerak, to'g'rimi? Shuni oldidan amaliyot qonga uloqlar. Qo'yni mag'rurlar deydi. Bu yerga turibdi. Bu yoqqa o'tmayapti, o'tkazish uchun bunday yurib qo'yapti. Aorta koronarni shun deymiz. Aorta koronar shun. Coronary arteries. There are arteries the venous graft is shown. Yo, berasatlar magna oladi. Yo'qmi? Ko'rak ichak, ko'krakni ishlab oladi. Coronary artery to bypass the blood site. The internal mammary artery from the chest Ichki mammary arteriyadan to olyapti. bypass a clogged artery. Not. Several arteries may be bypassed. Yaxshi, yo'qsa to'liq tutyapti. After the graft is created, the breastbone and chest are closed.
Someone who is having Ha? Yo'q, zarar yo'q. Turaveradi, to'g'ri. Oyoqdan olyapti, o'sha oyoqda arteriyasini bo'layapti. U venasidan olyapti, arterial venani olyapti. Bu venani boshqa joyga ulab qo'yaveradi, hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Boshqa venalar ishni bajaradi. Zarar yo'q, vena bo'lsa hech narsa bo'lmaydi. Bu ifadan berishni ishlatish. Ko'rsa, narsani ko'raymi? a chest pain is likely to think it's a heart attack. Siz qayerda? Bu qisqa joyda emosi o'zgardi, bundan qo'rqish hissiyoti, nafas qisishi, It's a heart attack. o'ylab sovuq ter bosishi. This could be very true, but sometimes Well, they the were- pain could be something Birdan else, boshlaymiz. such as anxiety. Ya'ni bemorda hozir o'yladi, ha, asab bo'ldi, mana hisob qilib, bemor orqaga Ko'rsam, For both angina and heart attack, the cause is often coronary mana artery. avjo bo'lib ko'rsam, avjo bo'lib ketadi. However, these two conditions are not the same. Your heart muscles need oxygen-rich blood to keep working. Oxygen comes to the heart through the blood vessels called Kino ko'rsatmas ekansizlar. Mana shu narsaga. vessels of Bilashlar joy can surash build up inside the Borib heart. qo'yib, Over time, this narrows the artery, allowing less blood